O'zbekiston Prezidenti huzuridagi Strategik islohotlar agentligi va Jahon banki hamkorligida Xalqaro energetika agentligi, Yevropa issiqlik nasoslari assotsiatsiyasi, shuningdek sanoat kompaniyalari vakillari ishtirokida O'zbekistonda barqaror isitish tizimi va issiqlik nasoslari bozori mavzusida seminar o'tkazildi. Seminarda qayd etilganidek, bugun butun dunyoda qayta tiklanuvchi energiya manbalari va energiya tejamkor innovatsion texnologiyalarga bo'lgan talab oshib boryapti. Xususan, g'arb mamlakatlarida issiqlik nasoslari ommalashmoqda. Taxminlarga ko'ra, 2030-yilga borib Yevropada issiqlik nasoslari an'anaviy yoqilg'idan foydalanish hajmini 2 barobarga qisqartiradi. Tabiiy gazga bo'lgan talab 80 milliard kub metrga kamayishi kutilmoqda. Shu o'rinda aytish joizki, bu qurilma xuddi muzlatgich yoki sovutgichga o'xshash, faqat teskari yo'nalishda ishlaydi. Asosan binolarni isitishda keng foydalaniladi. Issiqlik nasosining asosiy elementlari bug'latgich, kompressor, kondensator va klapan. Mazkur qurilma kuz-qish mavsumida suvni 65 darajagacha isitadi. Bu bino ichidagi issiq pollarning haroratini ortig'i bilan ta'minlashda qo'l keladi. Afzalligi funksionalligi. Bino ichi va tashqarisiga o'rnatish, foydalanishda qulay. U asosan elektr tokida ishlaydi, ammo 3-4 barobar kam energiya iste'mol qiladi. Ba'zi modellari bir vaqtda sovutish va isitish funksiyalariga ham ega. Bu texnologiya havo, yer va suvdan issiqlikni tortib olish hisobiga issiqlik energiyasi quvvatini oshiradi. O'zbekiston dunyodagi energiyani eng ko'p iste'mol qiluvchi davlatlardan biri. Elektr energiyasi, gaz va boshqa resurslarga bo'lgan ehtiyojni kamaytirish maqsadida albatta zamonaviy tejamkor texnologiyalarni joriy etish zarur. Bunday texnologiyalar qatoriga issiqlik nasoslari kiradi. Jahon banki moliyaviy va texnik hamkorlik doirasida zamonaviy energiya tejamkor texnologiyalarni O'zbekistonda amalga keng tatbiq etishga qaratilayotgan strategik dasturlarni qo'llab-quvvatlab kelyapti. Issiqlik nasoslari ana shunday loyihalardan biridir. Anjumanda Jahon banki bilan hamkorlikda O'zbekistonning barqaror isitish strategiyasini ishlab chiqish bo'yicha olib borilayotgan sa'y-harakatlar haqida ma'lumot berildi. Shuningdek, issiqlik nasoslarini joriy etish bo'yicha yaqin istiqbolga mo'ljallangan yo'l xaritasini ishlab chiqish taklifi ilgari surildi. Respublikamizda hozirgi 1 kilovatt-soat elektr energiya yordamida biz 0.9 kilovatt-soat issiqlik energiyasi oladigan bo'lsak, bu qurilma bilan biz 1 kilovatt-soat elektr energiya berishimiz bilan 5 kilovatt-soat elektr energiya issiqlik energiyasini olishimiz mumkin. Asosiy maqsadimiz isitish tizimini modernizatsiya, rekonstruksiya qilish. Hozirgi paytda bitta xonadonga biz issiqlik elektr energiya yetkazib beramiz, issiq suv yetkazib beramiz, tabiiy gaz yetkazib beramiz, elektr energiyasi yetkazib beramiz, sovuq suv yetkazib beramiz. Ya'ni 5 turdagi energiya resurs beramiz. Kelajakdagi asosiy konsepsiyamiz xonadonga biz elektr energiya beraylik, sovuq suv beraylik. Shu ikkita energiya resursdan foydalanib xonadonni isitishimiz ham mumkin ekan, sovutishimiz ham mumkin ekan. Yangi O'zbekiston massivlarini qurilishlari ketyapti. Yuqori qavatli xonadonlarda shunaqa texnologiya bilan joriy etish masalasini ko'rib chiqyapmiz. Muhokamalarda ekspertlar mahalliy issiqlik nasoslari bozorini